Assalomu alaykum hammaga qadrdonlar. Bilasizlar, bunaqa istoriyalar juda ham kam qo'yaman. Qo'ysam ham realni yordamga muhtoj bo'lgan insonlarni qo'yaman. O'zingizlar borib 100% tekshirib, telefon qilsanglar ham bo'ladigan holat. 17 yoshli singlimiz pochkasi atkaz berib olibdi. Akalar qurib boryapti ekan, o'zini akasi pochkasini bergan ekan donor sifatida. Pochkasini qabul qilmabdi. Shunga endi onasi pochkasini bermoqchi ekan, Hindistonga borishlari kerak ekan. 20 ming AQSh dollari atrofida pul kerak bo'lyapti ekan. Iloji boricha tezroq. Menda juda ham ko'p materiallari bor, videolari bor, lekin ularda joylamayman. Bitta shu rasmini qo'yaman, telefon nomeri bilan kartalarini qo'yaman. Kim qiziqadigan bo'lsa telefon qilsanglar bo'ladi yoki borsanglar bo'ladi, ko'rgani qanaqa holatdaligini. Iltimos, imkoniyatinglar boricha shu insonlarga yordam berib yuborsanglar, akalar. Imkoniyatinglar bo'lmasa, hech bo'lmasa duo qilib qo'ysanglar, o'zingizlarga ham yaxshi bo'ladi. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.